Uchburchakda burchak tomon munosabatlari. To'g'ri burchakli uchburchakda 30 gradus burchak qarshisidagi katet, mana bu 30 gradus bo'lsa, bu burchakning qarshisidagi katet mana bu katet bo'ladi. A katet. 60 gradus qarshisidagi katet esa mana bu yer bo'ladi. Demak, qoida 30 gradus qarshisidagi katet 60 gradus qarshidagi katetdan ildizosi 3 marta kichik. Yoki biz 30 gradus qarshidagi katetni x desak, 60 qarshisi undan ildizosida 3 marta katta, ildizosi 3x. Va gipotenuza, mana bu uzun tomon gipotenuza deyiladi. Gipotenuza uzunligi 30 gradus qarshidagi katetdan 2 marta uzun. Demak, bu yer 2x ga teng. Va keyingisi 45 gradusli to'g'ri burchakli uchburchak, bu degani teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak. Mana bu uzunlikka teng. Demak, teng yonli to'g'ri burchakli uchburchakda katetlarini x deb olsak, gipotenuza undan ildizosida 2 marta katta, ildizosida 2x. Bularga mos masala. Birinchisi 30 gradus qarshisidagi katet, mana bu uchburchakka e'tibor qilamiz. ADS uchburchak. Bu yerda 30 gradus qarshisidagi katet AD uzunlik bo'lyapti. Gipotenuza 8 ga teng. Qoidaga ko'ra 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmi. Demak, gipotenuza 8, 30 gradus qarshidagi katet AD uzunligimiz 4 ga teng. Endi keyingi to'g'ri burchakli uchburchak ABD to'g'ri burchakli uchburchakka qarasak, bizga uni ikkita kateti ma'lum, faqat gipotenuzasini topishimiz kerak. Pifagor teoremasiga ko'ra katetlar kvadratlarining yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. 3 ning kvadrati plus 4 ning kvadrati teng x ning kvadrati. 9 qo'shilgan 16 teng x ning kvadrati. Bundan kelib chiqadi x kvadrat teng 25 ga, x teng 5 ga. To'g'ri javob 5. Xuddi shu qoidaga ko'ra mana keyingi savol mustaqil ishlab javoblarni kommentariyada yozamiz.